O'z yomg'ir yog'ayotsa oyoq chiqib bo'yi haqiqatan bo'lmagan bilan olmaydi. Assalomu alaykum shayxlar. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. O'ldiring. Amin. Allah barakatimizni bersin. Amin. Allohu akbar. Söyleyin Karagay Babadır. Sayın Allah bizga bir o'g'il farzand atayga. O'g'illikka qabul qilsangiz deydi. O'g'loningizni peshonasida baxt iqbol sohibi davlat va jahongirlik nurlari porlab turibdi. Inshaalloh u kelgusida buyuk hukmdor bo'lg'ay. O'g'loningiz mana shunday ulug' ayyomda tavallud topdi. Mana boshqa qo'qaman saharda. U o'z adolati va tartib qoidalari bilan butun dunyoni o'z qo'liga birlashtiradi. Inshaalloh. Yo'q, ikkalamiz İnşallah. tushunamiz. Xo'p. Shayxim, o'g'limizga bir munosib qiziq qo'ysangiz deydi. Uning nasibasi ne bo'ladi? Hozir men siz kelishingizdan avval Al-Mulk surasining 16-oyatini o'qib o'tirgan edim. Bu oyatdagi bir so'z diqqatimni tortdi. Bu so'z tamuru, ya'ni buyuk, adolatli, larzaga soluvchi kabi ma'nolarni anglatadi. Qarag'ay Bahodir, o'g'loningizga Timur deb ism qo'ysak ma'qul berurmi? Ma'qul shayxim, ma'qul. İnşallah ismi jismiga mos bo'lgan, jasur bo'lgan, mard bo'lgan. Amin. Temurbekning kelajagini porloq, shon shuhrati va rizqini ulug' qil. Uni davlatga sherik qil. Amin. Allohu akbar. Shayxim, endi bizga ruxsat.